Aldanib qolgan qizlar juda ham ko'p. Aldanib qolganlar bu boshqa hayot qurolmaydi degani emas. Boshqa hayot ham qurishadi, ya'ni turmush qurib, ajrashgan, bolaliklarni ham uylanmagan yigitlar olishadi. Aldanib qolgan qizim bo'lgan. Hayoti yomon yo'lga kirib ketgan, chunki na otadan mehr ko'rmagan, otasi boshqa o'gay onaga uylanib ketgan, qiz hech kimga kerak bo'lmay qolgan. Yaxshi gapirgan yigitga aldanib, hayotini badnom qilgan. Hayotini hozirgacha qiz to'g'ri olmadi. U juda ham og'ir, juda ham qiyin vaziyat. Haligacha otasini mehrini talab qiladi. Menga majbur edi o'sha mehri berishga deydi-yu, bitta narsa bor-da bizda. Hech kimga majbur emas. Hamma birinchi o'rinda o'ziga majbur. Men o'zimga majburman. Men o'zimni yaxshi ko'rishim kerak. Men kimgadir yordam bermoqchi bo'lsam, bu meni majburiyatim emas, xohishim bo'lishi kerak. O'shanda men ko'p energiya olaman, o'shanda men xursand bo'laman, maza qilaman. Bu sizni kuchingizni ko'paytiradi. Agar majburlikdan o'zingizni ezib, nimadir qildirayotgan bo'lsangiz, bu sizga kuch bermaydi, bu sizga minusga ishlaydi.